Hürmetli vatandaş, emlakçımızı devamlaştırıyoruz. İklim meseleleri sohbeti. Amerika-Cungo münasebetinde Brian Chapkon yetip geldi. Prezident Trump bilen Reis Xi Jinping kandak elişidi. Mavzulu haber 12 ayının 27 günü Amerika Avazı'nın Xitay Tili programı ilan kılındı. Haber mındak başlandı. Washington Prezident Trump saylandı kutuvelip, prezident bolgandan biri onun Cungo doğru sözlügen sözleri hem de o belgiligen hükümet kabineti azalarından Beijing ensirashga başladı. Bu iş Amerika Cungo'da ibaret iki devletin en mühim qo'sh taraflik münasebeti zor o'zgarishga, balki eg'er to'qinishga duch keldi. Amdila ötüp ketken bir haftanın ahırda oturgu çıkan yeni bir alamet aşkarıldı ki bir Cungo siyasetini xeres ilan kılış, Rusya bilen birleşip Cungo'ya karşı duruş. Dikkat hürmetlik vatandaşım Turan Efendi. Mani sizden ötkenki tahlilleriniz intayin doğru. İntayin doğru şu tahlillerinizge qo'shimcha mana mundaq kepti. Bir Cungo siyasetini xeres ilan kılış, Rusya bilen birleşip Cungo'ya karşı duruş. Hem de nait qattiq Amerika-Cungo savdo siyasetini tuzib chiqish. Prezident Trump Aqsaray kirgandan keyin bir taraf qiladigan Amerika-Cungo munosabatiga aloqador muhim tanlashdi. Bu xil tadbirlar Jungoga intayin zo'r besim paydo qildi. Amerika-Cungo munosabatiga biron chopqon yetib keldi. Prezident Trump bilan Reis Xi Jinping qandaq elishidi? Agar Washington qadamma-qadam qistab kelsa, Beijing qandaq taqabul turdi? Bu muhokama tezisi Amerika Ovoz radiosi e'lon qilindi. Juma vatandoshim diqqat qiling. O'zaro bir-birini kuzatish va do'qurishib qilish jarayonida Amerika-Cungo munosabati kontrollikdan chiqib ketamdi yo'q. To'qinish urushga elib boramdi yo'q. İki nafar mehmini aynak guruhining xo'jayini Xeping Efendi, iki nafar mehminimiz aynak guruhining xo'jayini Xeping Efendi, tarixshunos Zhang Lipen Efendilar bu to'g'rida muhokama qilishdi. Sizlar quloq solinglar deydi Amerika ovozining Xitoy tili programmasi. Aynak guruhining xo'jayini Xeping mundaq ko'rsatdi. Beijing nisbatan aytganda eng zo'r xiris prezident Trump qandaq faoliyat qiladi deganlikdir. Onun şuarları ayacanğa aralışıp ketken bolsa-mı, lekin onun faaliyetlari iddivi ahmiyetga ega ve strategik tefekkürge ega. Prezident Trump'ның o'tmishdagi Amerika-Cungo munosabat asoslari hozir allaqachon o'zgardi. Chunki sobiq Sovetlar mavjud emas. Balki iqtisodiy taraqqiyot Cungoga qimmat qarashlari elib kelolmadi. Cungo hatta taraqqiyot natijalari orqali dunyo va ma'rifatga va dunyoviy qimmat qarashlariga xiris e'lon qildi. Hatta ko'rsatgan ta'siri ayni chog'dagi sobiq Sovetlarning dunyoga ko'rsatgan ta'siridan o'shiq bo'lsa bo'ldiki, kam bo'lib qolmadi. Prezident Trump hukumat kabinetining yozgan asarlari, so'zlagan nutqlari shuni oshkorladiki, ular Amerika-Cungo munosabati vaqt o'tgan asoslarni bor kuch bilan bitchet qiladi. Ular Prezident Trump kabineti Amerika-Cungo munosabatida vaqt o'tgan siyosiy asoslarni bor kuch bilan bitchet qiladi. Tayvanga nisbatan aytganda ular Prezident Trumpning bu sözlerini qarşıladı. Prezident Xi Jinping tez arada Amerika'da chegaradan o'tdi. Prezident Trump bilan ko'rishimdi yo'q. Bu masala hozir kishilarning diqqatini o'ziga tortmoqda deydi muhokama qiluvchilar. Amerika Rossiya munosabati kelsa Xeping Efendi mundaq deydi. Amerika bilan Rossiya olli-birli munosabatni yaxshilashi kerak edi. Biroq Prezident Obama hukumati bu ishni kechiktirib qo'ydi. Rossiyada demokratiya va echivitilgan tartib bor. Masalan, Facebook, Twitter qatorliq tor betlari Rossiyada echivitilgan. Rossiya bilan Amerika o'rtasida taktikalik masala mavjud, ammo Amerika bilan Cungo o'rtasida strategik to'qinish bor. Amerika-Cungo o'rtasida masala chiqib boqmadi, lekin hozir vaziyat butunlay boshqa o'zgardi. Albatta Cungo yangi sovuq munosabatlar urushiga so'rab kirilamdi yo'q.
Xepi mundaq ko'rsatdi. Trumpning prezident bo'lib saylanish dunyoni zilzilaga selibli qolmasdan, balki Beijingni texmo zilzilaga soldi. Reis Xi Jinpingning Amerika bilan savdo urush qilishga tayyorligi yo'q. Lekin bundaq urush portlagan hamon ikki taraf amaliy kuch bilan elishidi. Prezident Trump ching turib davomlashtirdiganlar bo'lsa, Jungoning savdo qo'rg'ini gumron bo'ladi. Prezident Trump ching turib davomlashtirdiganlar bo'lsa, Jungoning savdo qo'rg'ini gumron bo'ladi. Navbatda Kompartiyaning an'anaviy tafakkuri allaqachon buzib tashlandi. Tarixshunos Zhang Lipen mundaq ko'rsatdi. Navbatda Tayvan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti qaytib kelamdi yo'q degan masala kun tartibga qo'yildi. Kelar qatimda Prezident Trump qanday harakat qildi? Yanala ko'z yetishga to'g'ri keladi. Shubhasizki, Prezident Trump Tayvanning siyosiy diplomatiya ishlari bo'yicha ish qiladi. Zhang Lipen mundaq ko'rsatdi. Prezident Trump bilan Prezident Vladimir Putin o'rtasidagi tabrik xat diqqatga sazovor bo'ldi. Amerika savdo munosabatini yaxshilash Jungoga qartilganmi yo'q? Amerika Rossiya munosabatini yaxshilash Jungoga qartilganmi yo'q? Kechiringlar jumlani. Xalqaro munosabatlarda Amerikaning an'anaviy siyosati ikkinchi o'ringa ko'tarilguchi urush eng yaxshi chorasi uchinchi taraf bilan birlashish. So'g'oq munosabatlar urushi davrida shunday bo'ldi. Jungo bilan diplomatik munosabat o'rnatish buning aktiv misolidir. Ya'ni shu vaqtda Jungo bilan birlashib Rossiyaga taqobil qilish kerak bo'lganligi uchun yuqoriqilarning aktiv misoli Jungo bilan nima uchun diplomatik munosabat o'rnatdi degan kelib taqalyapti. Hozir Jungo o'sib yetilib ikkinchi o'ringa chiqdi. Ideologiyasi va siyosiy tuzumi o'xshamaydigan ikkinchi davlat bo'lib qoldi. Amerikaning Jungoni gumron qilishi muqarrardir. Zhang Lipen shundoq deydi, hurmatli vatandoshim, Amerikaning Jungoni gumron qilishi muqarrardir. Amerikaning Jungoni gumron qilishi muqarrardir, deydi Zhang Lipen. Zhang Lipen hozir Beijingda tarixshunos professor. Beijingdagi Zhang Lipen nima deydi? Amerikaning Jungoni gumron qilishi muqarrardir. Ayni chog'dagi Sovetlar ittifoq o'xshashla usul chora bilan gumron qilingan va chuvib tashlangan edi. Iqtisodiy qatlamda so'z ochib Zhang Lipen bundaq hisobladi. Agar xalq pulining dollarga tegishli nisbati 7:1 bo'lgan bo'lsa, agar hukumat shirkatlarga qo'yadigan o'sim xarakterli bojni davomli qo'yadigan bo'lsa, o'lim xarakterli bojni davomli qo'yadigan bo'lsa, shirkatlar qochadi. Boylar ko'chman bo'lib chet elga chiqib ketadi. Jungo iqtisodiyoti texnik ojizlashadi. Jungo hokimiyatining aylanib turishi intayin qimmat to'xtaydi. Iqtisod putirab tura olmaydi ekan, hukumatning aylanib turishi sakratga tushib qoladi. Ayni chog'da Prezident Reagan hokimiyat beshiga kelganda kishilar g'olg'ola qilishgan edi. Lekin sobiq Sovetlar Prezident Reaganning qo'lida halok bo'ldi. Hozir yana Prezident Trump hokimiyat beshiga yetib kelyapti. G'olg'ola bo'lyapti. Biroq intayin zo'r siyosiy va intayin zo'r diplomatik to'lqin qo'zg'adi. Prezident Trump intayin zo'r siyosiy va intayin zo'r diplomatik to'lqin qo'zg'adi. Bundaq ta'tir tarafdan kelayotgan zarbiga Jungo bardoshlik bera olamdi. Reis Xi Jinping yoki yo'l qo'yamdi, yoki chekinamdi. Demak, Zhang Lipen hozir Reis Xi Jinpingni murassa kelishga chaqiryapti. Taslim bo'lishga chaqiryapti. Jungoda turib Zhang Lipen shundoq da'vatidi. Biz bugun sizlarga anglatgan leksiyalar mana shulardan iborat, hurmatli vatandoshim.